Assalomu alaykum. Shu so'z yodlash challenge'imizni davom etamiz. Timer menimcha endi ishga tushdi. O'tgan safar yaxshi ishlamay Hop, где-то bir 15 minutlarda ulguryapmiz takrorlashga ham. Hop, ketdi. Bismillah. Continue. Hop, continue'ga va o'zani kinolarda davomi keyingi qismda deydi-ku, shu joylardan xayolimga kelyapti-da. Continue. Konteyner deb aniq qo'rsanglar ham bo'ladi agar sizda bunaqa obraz bo'lmasa. Oddiy konteyner bor, yuklar soladigan. Tarjimasi davom ettirmoq ekan. Konteyner ochamiz, keyingisini davomini keyinroq ochasan deb bittasi bizga ruxsat bermayapti. Shu narsani tasavvur qilsak bo'ladi. Continue. Konteyner davomini keyingi safar ochasan deb bizga ruxsat beradi. Xuddi serialga o'xshab. Keyingi so'zimiz cancelled. Ano consulting kompaniyalari xayolimga kelyapti yoki Kanstavar bozori bor bilsanglar, shu har xil qalam, kitob, daftar sotadigan shu xayolim kelyapti. Kanstavar deylik. Xo'p. Tarjimasi maslahat bermoq ekan. Muhammad Sekirov. Maslahat bermoq ekan. Kanstavar turib olib bittasi bizga uni ol, buni ol deb maslahat berib turibdi bitta odam. Cancelled. Maslahat bermoq tarjimasi. Garantiga oddiy garantiya degan so'z kelyapti. Ya'ni javob deydi-ku, bozorchilar garantiya beraman 100% ishlaydi deydi-yu. Shu narsani obraz qilsak bo'ladi. Bitta bozorchi garantiya 100% ishlaydi deb gapirib turibdi. Ma'nosi ham kafolat ekan o'zbekchasiga. Ruschasiga garantiya deyshadi-yu. Inglizchasiga ham garantiya ekan. Sal o'zgartirib yuboramiz. Guarantee kafolat. Keyingi so'zimiz citizen. Hop, Manchester City xayolim kelyapti. Ma'nosi fuqaro ekan. Manchester Cityga balet qiladigan hamma muxlislar o'sha yerda fuqarosi hisoblanar ekan deb eslab qolsak ham bo'ladi. Yoki O'zbekiston fuqarolari Manchester Cityga balet qiladi. Sababi Abduqodir Husanov o'sha yerda o'ynayapti. U fuqaro. Citizen. O'zbekistonning hamma fuqarolar Manchester Cityga muxlislik qiladi. Keyingi so'zimiz storm ekan. Stormga stomatolog kelyapti. Storm deb qisqartirsak bo'ladi. Stomatolog ma'nosi bo'ron ekan, so'z tarjimasi. Bo'ron bo'ladigan bo'lsa, stomatolog xonasiga, ya'ni stomga borganimizda bo'ron ko'tarilib ketdi. Xonadan bitta eshikni ochsak, katta tornadolar chiqib, hamma rasvo, chang, to'zon bo'lib ketyapti. Shu narsani tasavvur qilib turib, storm. Keyingi so'zimiz instrument ekan. Instrument shu asbob uskuna bo'lsa kerak. Cholg'u asbobi ekan. Tasavvur qilamiz, santexnik o'zini instrumentlarida muzika chalyapti. Qanaqadir zo'r muzika chalyapti. Instrument, cholg'u asbob ekan. Instrument. Keyingi so'zimiz calculate ekan. Kalkulyator kelyapti. Ma'nosi ham hisob kitob gapira bo'lsa kerak. Hisoblamoq ekan. Kalkulyatorda hisoblayotganimizni tasavvur qilamiz. Misol uchun 2 qo'shuv 2 qildik, javobini 4 chiqarish o'rniga error beryapti deylik. Noto'g'ri hisoblayapti. Hisoblamoq xullas. Calculate. Keyingi so'zimiz blind ekan. Blindga Beeline kelyapti. Beeline kompaniyasi. Ma'nosi ko'r ekan. Beeline abonentlari ko'r bo'lib qolgan, tasavvur qilaylik. Xudo saqlasin.
Endi tasavvurda har balo qilsa bo'ladi. Iloji boricha shunaqa bemaza tasavvurlar bo'lsa, xotirada yaxshi qoladi. Blind, 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 blind. Keyingi so'zimiz portion ekan. Portionga Porsche mashinasi kelyapti. Ma'nosi ulush ekan. Porsche aksiyalarini biz ulushdorimiz. Porsiya degan ma'nosi ham bo'lsa kerak, ya'ni bitta porsiya, ikkita porsiya ovqat yeyman deydi-ku, shunga o'xshagan ma'noda bu ulush degani. Shuning uchun Porsche mashinasini bizga qozondan anaqa kosaga solib, har xil bo'laklarga solib olib kelib berishayotgan tasavvur qilaylik. Portion, ulush. Keyingi so'zimiz gesture ekan. Gesture'ga jasur kelyapti. Gesture. Yana nima bor? Gesture. Jizza kelyapti. Gesture. Ma'nosi imo ishora ekan. Gesture. Jizzayotganda har xil imo ishoralar qilib yotgansiz tasavvur ko'rsagan bo'ladi. Ya'ni ba'zasi qanaqadir g'alati, uni so'z bilan ta'riflab bera olmayapsiz-da. Gesture har xil imo ishoralar bilan tasvirlab beramiz. Gesture. Keyingisi Valley ekan. Valley degan multfilm bo'lardi. Robot. Kimsasiz yer sayyorasida bitta o'zi bo'ladi. Shu narsa kelyapti yoki voleybol, u multfilm ko'rmaganlar uchun. Ma'nosi vodiy ekan. Shu Valley roboti shu vodiyda musorlarni yig'ishtirib yuribdi. Yoki vodiyda ko'proq voleybol o'ynashar ekan. Valley. Obraz topishda shu so'zlar ozgina o'xshab ketsa bo'ldi, eshitilish jihatdan 100% o'xshash shart emas. Ozgina shomillaganman. Organize ekan. Keyingi so'zimiz organize'ga daftar ruchka soladigan narsa xayolimga keldi. Organizer deyishadi, shunaqa narsa. Ma'nosi tashkil qilmoq ekan. Organize. Bayramlarni tashkillashtirayotganda обязательно shu organizerlarni shu dasturxon atrofiga terib chiqishyapti ekan. Shu narsani tasavvur qilaylik. Organize. Shu ko'z oldimizga ovqatlarni oldida shu daftar qalam qo'yadigan to'g'ri, kitob daftar emas, anaqa ruchka qalam soladigan shu organizer kelyapti. Turibdi o'sha yerda, stol ustida, ovqatlarning orasida. Organize. Bu narsani kim tashkil qildi deb urush beryapmiz. Tashkil qilmoq tarjimasi. Organize. Keyingi so'zimiz belong ekan. Belong. Bunga ham bilang qilib bo'lmaydi, chunki boya biz bilangni ishlatib bo'ldik. Ya'ni nima qilsa bo'ladi? Bilang. Bilangga Dima Bilan kelyapti. Qo'shiqchi Bilang. Yana nima bor? O'zingizlar variantinglarni yozib ketinglar shu so'zga. Bilang. Tegishli bo'lmoq, qarashli bo'lmoq. Dima Bilan menga tegishli deb bo'ynida ham kuchuklarni asheynikini qilib qo'yamiz. Bog'lab qo'yamiz xolos. Ya'ni Dima Bilan menga tegishli deb. Bilang. Tegishli, qarashli bo'lmoq. Badly endi bu yomon bo'lsa kerak. Bad degan so'z bor o'zi. Bunaqa so'zga obraz qilish shart emas, prosta ly bor ekan bo'ldi. Ly inglizchalab. Badly yomonroq, juda yomon. Keyingi so'zimiz passenger. Ruschada shu passajir so'ziga o'xshar ekan. Ma'nosi ham shunaqa bo'lsa kerak. Yo'lovchi. Ruschadagi passajir, inglizchada passenger, o'zbekchada yo'lovchi bo'lib qolar ekan. Rus tili bilan ingliz tili mana shunaqa o'ziga o'xshash joylari bor. Agar bunda ham qiyin bo'lsa, passenger nima qilsa bo'ladi? Ranger kelyapti xayolimga. Yana nima desa bo'ladi? Misol uchun shu Ranger yo'lovchi.
shu kino qahramonlar bo'lardi, shu har xil renjerlar. Harbiy deb qilsanglar ham bo'ladi. Xullas, shu renjer yo'lovchi bo'lib avtobusda ketyapti. Passenger. Keyingi so'zimiz ever ekan. Nevara. Har doim ekan. Har doim biz shu nevarali bo'lishi xohlar ekanmiz deb eslab qolsak bo'ladi. Ever. Har doim. Afferga affer. Nima desak bo'ladi? Affer. Va alaykum assalom. Afferga affer. Aferist kelyapti. Ya'ni mashinniklar bo'ladi-yu, aldoqchi. Ma'nosi taqdim qilmoq, taklif qilmoq ekan. Mashinniklar bizga taklif qilyapti. Plastik kartangiz kodini bering, sizga $1 million tashib beraman. Affer. Keyingi so'z aware. Xo'p. Everga ever. Menga futbolchi kelyapti. Patris Evra degan futbolchi bo'lardi. Shu kelyapti. Xabardor, biluvchi ekan. Ever desa to'g'ri bo'ladi. Patris Evra har doim gol bo'lishidan 5 minut oldin xabardor bo'lar ekan. Ya'ni polvonga o'xshab. O'shaga qarab pul tikib bor ekan desa. Ever. Keyingi so'zimiz shoot. Shootga shot xayolim kelyapti. Ma'nosi otmoq, zarba bermoq ekan. Avtomatda shotga qarab otyapmiz. Shoot zarba bermoq, otmoq. Keyingi so'zimiz Bean. Mr. Bean. Loviya. Mr. Bean loviya yeyish yaxshi ko'rar ekan. Loviya bo'pti. Bean. Keyingi so'zimiz continue. Shu aylanib keldik. Buni ham yana bitta aralashtirib, qayta eslashga harakat qilamiz. Hop. Buni hozir oxirroqda aytib salimdor bo'lsin. Hop. Shoot. Vaqotdik. O't ochotdik. Shotutga qarab. Obraz shotut. Tarjimasi shu o't ochmoq, otmoq, zarba bermoq. Keyingi so'z calculate. Obrazi kalkulyator edi. Kalkulyatorni nima qilamiz? Hisoblaymiz. Hisoblamoq. Keyingi so'zimiz guarantee. Bozorchilar nima deyapti bizga? 100% ishlaydi deb garantiya beryapti. Ya'ni tarjimasi kafolat. Ya'ni bir-biriga yaqin so'z rus tilidagi bir anaqa bilan. Garantiya degan so'z o'zimizga ham ona tilidagi bo'lib ketgan. Keyingi so'zimiz citizen. Obrazi Manchester City edi. Kimlar balet qilardi? Barcha O'zbekiston fuqarolari Manchester Cityga balet qilardi. Fuqaro. Keyingi so'zimiz storm. Obraz stomada, ya'ni stomatologiya borganda bo'ron ko'tarilib ketdi. Ya'ni ma'nosi bo'ron, mana. Storm. Keyingi so'z instrument. Santexnik shu instrumentlari bilan nima qilyapti? Muzika chalyapti. Ya'ni musiqa cholg'u asbobida, xullas. Muzika chaladi. Xo'p, keyingi so'z continue. Konteynerlarni, ya'ni obraz konteyner edi. Ma'nosi davomi. Ya'ni davom ettirmoq. Davomini keyin safar ochasan deb qo'shib beryapti debdi. Xo'p, consult. Konstavar bozorda bizga uni buni deb maslahat beryapti. Ya'ni ma'nosi maslahat bermoq. Bean. Obraz Mr. Bean. Loviya yaxshi ko'radi. Loviya. Organize. Obraz organizerlar nima qilyapti? Shu tashkilotchi, shu
Misol uchun bayram dasturxon tashkil qilgan odam organizerlar qo'yib chiqqan, ya'ni tashkil qilmoq ma'nosi. Bilang. Buni nima qildik? Eslab ko'ringlar. Bilang. Dima Bilan bizga tegishli deb bo'yniga o'qib qo'ydik. Ya'ni obrazi Dima Bilan. Bilanga menga yana anaqa keldi, bel keldi, oddiy bel bor. Xo'p, keyingi so'zimiz vaqt yetmay qoldi, 15 minut kamlik qilib qoldi. Xo'p, keyingi so'zimiz badly. Bu yomonrog'ida, nuqmalik. Keyingi so'z passenger. Ranger yoki passajir, yo'lovchi degan edi. Rus tilidan olingan so'zga yaqinda, shuning uchun bunaqa bosh ortib o'tirmadik. Xo'p, keyingi so'z ever. Obraz nevara yoki evara, har doim xohlaymiz biz. Har doim. Offer. Aferistlar bizga taklif bildiryapti. Ma'nosi taklif qilmoq, taqdim qilmoq. Ever. Obrazi Patris Evra degan futbolchi edi. U har doim gol bo'lishda bir necha daqiqa oldin xabardor edi, ya'ni bilardi. Xabardor bo'luvchi. Agar bu so'zga yaxshiroq obraz kelsa yozib yuboringlar kommentariyada. Blind. Bunga biz nima qildik? Beeline qildik obraz. Ya'ni Beeline foydalanuvchilari hammasi ko'r bo'lib qolganini tasavvur qildik. Xudo saqlasin. Blind ekan. Ma'nosi ko'r. Porsche mashinasini bizga har xil porsiyalarga solib, ya'ni kosalarga solib suzib berishyapti. Ma'nosi porsiya, ulush. Keyingi so'zimiz gesture. Gesture'ga biz nima qildik? Gesture. Eslamayapman. Gesture. Imo ishora edi ma'nosi jizza yeganda har xil imo ishora qilib yo'qmiz. Gesture. Valley degan robot maqotudi. Usullar teratuvdiki, voleybol qatda o'ynashardi. Vodiyda. Mana tarjimasi vodiy. Shu bilan bugungi yodlagan so'zlarimiz tugadi. Charchamanglar keyingi safargacha.